Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana bugun biz yana Stenki bozorga tashrif buyurdik. Bugungi narx-navolarni qo'ldan kelgancha tanishtirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bilan like bosib, obuna bo'lmagan obuna qo'yishni iltimos qilamiz. Xudo xolasa. Nech pul napa bular? Ha? 7000. Mana bu 11000. Bunlar rasilkalar bor. Oqlar 11000. Bular 11000. Bular 5 yoshgacha. Mana bular 10000 dan 3 yoshdan 5 yoshgacha. 1 yoshdan 5. 1 yoshdan 5 yoshgacha. Bularchi? 1 yoshdan 3 yoshgacha. Nech pul narxi? 10000. 10000 dan. Qiz bola o'g'il bolagan bular? U ketaveradi qiz bola o'g'il bola. Mo'la oxiri nech pul deyapsiz? Bular 7000. Bulardan ko'pmasda. Ha. Faqat oqlardan ko'p, ha? Mana bulardan. Mana rasilkalar bor, unutdim. Bu bor. Mana 11000, 10000, ha? 3 yoshdan 5 yoshgacha, 1 yoshdan 5 yoshgacha ekan akalar. Nech puldan aka bular? Bunisi 35, 15 ming so'm. 15000 so'm. Buni kattalarimi? Bu 6 yosh, 8 yosh, 10 yosh. Nech pul bular? Bular optimiga 20 ming so'm. 20. 3 yosh, 5 yosh ha bular. 5 xil rasvetkami hozir bundan? Yo'q, bu nima? 3 ta razmer, bu 2 ta razmer. Bular 2 tali ha razmeri. Alo. Bularchi dinozavrlar. Dinozavrlar nech pul aka? Mana hurmatli qadrdonlar, bolalar uchun qizlarga, bolalarga 5 yosh, 6 yoshli bolalarga, qizlarimizga tushirgan futbolkalar TB materialdan narxlari 6000 so'mdan rasvetkalari Serob akamning 10 xildan oshiq rasvetkasi bor. Aloqaga chiqarasizlar, yuklarni yig'ib chiqarib beramiz, xudo xolasa. Zakaz qabul qilamiz, cheklanmagan miqdorda mana. Qachqari 10 ta bo'ladi. Aloqaga chiqarasizlar.